5 ming, 10 ming dollar sarflab blogerlarga reklama qildiradigan tadbirkorlarni uncha tushunmayman-da. Bitta post qo'yib berishadi. 10 ming dollar beradi. Agar sayohatchi abuni mashinasiga bitta reklama yopishtiradigan bo'lsangiz, 5 ming dollarga 6 oy turadi. 6 oy ichida bu qancha prosmotr bo'ladi, bilasizlarmi? Sayohatga chiqqanimdan keyin Instagramda o'zida bir oyda 116 milliongacha prosmotr bo'ladi. Da O'zbekistonda kamroq bo'ladi, lekin sayohatda o'rtacha oyiga 100 million prosmotr bo'ladi va bu faqatgina Instagramda o'zi. 6 oy ichida 600 million prosmotr degani. Agar qo'shimcha men YouTube, Facebook, Telegram kanallarimga, ya'ni TikTok, WeChat, YouTube'dagi qancha o'g'ri kanallarni qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, 1 milliarddan ortiq prosmotr bo'lar ekan 6 oyda ichida. Qarang, 5 ming dollarga 6 oy davomida 1 milliard prosmotr yaxshimi yoki bitta post qo'yib bergani yaxshimi? Biz ham mashinamizda bitta deraza bo'sh qolgan mana. O'sha ishni ko'zini biladigan tadbirkorni kutyapti shu yer. O'sha uzoqda ko'ra biladigan tadbirkorlardan biri mana Arkan Development bor, M2 bor. Da M2 endi bu men do'stim bo'lgani uchun shunchaki yopishtirib qo'yganman, bundan pul olmayman. Lekin mana Arkan bilan vitamin va ovqat